Yangi dom izlagan tanishlaringiz bo'lsa, Yangi bozor atrofidan joyning oxirida tushuntiraman. Yaxshi narxga yangi dom chiqyapti. 7 qavatli domni 4-qavatda joylashgan, liftlari ishlaydigan, hamma joyi yaxshi. Nimalar podyezdlarni ham top-toza turibdi, ko'rishlaring mumkin. Mana kirishingiz bilan prixoshkamiz ancha keng, zal, oshxonamiz va ikkinchi xonamiz, sanuzorlar alohida. Endi tushuntiradigan bo'lsak, zalimiz juda ham keng, 63 kvadratli uyimiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham baland, nimalari 3 metrga yaqinroq ekan. Balandligi. Bu tarafda ikkinchi xonamiz va sanuzorlarni aytdim, sanuzorlarni hozir ko'rsataman. Ikkinchi xonamiz aboylar bo'lgan, hamma joyi, ya'ni kirib yashashga tayyor holda turibdi. Qoladigan narsalar gaplashasiz. Sanuzordan bu yerda hojatxonamiz va bu yerda yuvinish xonamiz joylashgan. Juda ham keng, suvlar 24 soat keladigan qilingan, aristonlar bor, issiq suv, sovuq suv keladigan qilingan va isitish tizimi bu yerda qishda ishlaydigan qilingan, ya'ni katyollar, duh konturli katyollar o'rnatilgan. Oshxonamizga ham bitta like bosib ketsangiz bo'ladi. Endi joyini tushuntiradigan bo'lsak, joyi bu yerda Yangi bozor ko'rinib turibdi. Yangi bozor, mana Yangi bozor ko'rinib turibdi. Yangi bozorda va Atlasning o'rtasida Arenterga keladigan bo'lsak, Arenter 45-aptekani yonidagi yangi domlardan 7 qavatli dom. Promey egalari bilan bog'lab qo'yaman. Egalari bilan kelib bemalol savdo qilib olishlaring mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $38.500 deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor.